Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchi yoshlar. Mana xabarlaringiz bor. Jadid bobomga maktub ko'rik tanlovini loyihasi hozir Surxondaryo viloyatiga mehmonlarimiz tashrif buyurdi. Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi navbatda Urunbadalova mashhurani ustozlariga katta rahmat aytmoqchiman, ota-onasiga rahmat aytmoqchiman. Mana shunday yutuqlarga erishgan. Bizni yutuqlarimiz birinchisi emasligini ko'rib juda quvondik. Til sertifikati olganligi, Zulfiya mukofotiga bo'lgan harakati va boshqa ilmiy jurnallarda maqolalar chiqqanligini eshitib, ko'rib juda xursand bo'ldik. Mana shu mukofotlar yana mukofotga ulanib, jamiyat uchun juda kerakli kadr bo'lib yetishayotganini ko'rib juda xursand bo'ldik. Avvalambor Urunbadalova mashhuraning ustozlariga katta rahmat aytmoqchimiz. Mana shunday yutuqlarga erishishiga mana shu ustozlarni mehnatlari, sa'y-harakatlari sababchi. Va biz bu yerga kelgandan keyin juda quvondikki, bu mashhuraxonni birinchi mukofotlari emas, mukofotlarini davomi ekan. Bundan avval o'sha AILS sertifikatiga ega bo'lgan ekan, ilmiy jurnallarda maqolalari chiqqani uchun va boshqa shunga o'xshagan bilimga aloqador bo'lgan tanlovlarda qatnashib, yuqori o'rinlarni olgan ekan. Bundan juda quvondik. Bu o'sha mashhuraxonning yutuqlari shodasida yana bir marjon bo'lib turganidan juda xursand bo'ldik. O'ylaymizki, bu faqatgina mashhuraxon emas, bu maktabda juda ko'p iste'dodli yoshlar bor va ular yana o'zlarini iste'dodlarini, talantlarini namoyish etishadi. Bundan keyingi tanlovlarimizda ham faol qatnashishadi. Hozir yaxshi bir umid qildimki, yana kelasi yil yana xuddi shunga o'xshagan tanlov qiladigan bo'lsak, bu maktabni kutubxonasini ko'rdik. Hozir kutubxonasi o'ziga yarasha yaxshi, chiroyli kutubxona, lekin o'yladimki, bu kutubxonaga biz Jadid gazetasi tahririyati tomonidan sovg'a qilinadigan 1000 ta kitob yetishmay turibdi. Va mana shu 1000 ta kitobni mashhuraxon yoki mashhuraxonning tengdoshlari, sinfdoshlari, do'stlari o'sha kelasi yil 1000 ta kitobni taqdim etish uchun harakat qilishadi. Kelasi yil yana bir bor tabriklashga kelamiz. Marhamat keling, tadbirimizning asosiy qismiga o'tamiz va mana shu tanlovni tashkillashtirishga bosh-qosh bo'lgan va o'sha boshdan oxirigacha nazorat qilib turgan ustozimiz sizni tabriklamoqchi bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashhura qalaysan? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi? Otalar, onalar, qarindosh urug'lar hammalari yaxshimi? Yaxshi, rahmat ustoz. Kayfiyating yaxshimi o'zingni birinchi? Ha, zo'r. Albatta yaxshi. Seni tabriklayman. Bu yutuq bilasanmi, men ko'p yillar Zulfiya mukofotini akamlar hayotda qatnashganman-da. O'shanda ham shunchalik tanlov bo'lmaydi. Hozir 40 mingdan oshiq da'vogarlar orasidan ularni olib chiqdingsan. 40 mingdan ortiq da'vogarlar orasidan chiqish bu hazil akam ish emas. Tasavvur qilgan butun respublika bo'ylab sanoqli g'oliblardan bittasi bo'lding. Shuning uchun tabriklayman. Seni inshoingni mana shu yoningda turgan Shahdor akang o'qib, ajratib, olib kirib bizga o'qib berganda men aytdim, qoyil, ustozlaringga rahmat, ota-onangga rahmat dedim beixtiyor. Yoningda turgan ustozlaring eshitib turishdi gapimni. Ha, eshityapti. Ularni tabriklayman birinchi o'rinda, chunki shogirdning yutug'i eng avvalo dastavval ustozning yutug'i bo'ladi, ota-onaning yutug'i bo'ladi. Va shu bilan birgalikda ustozlarni kelayotgan bayram bilan, kasb bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Men eshitdim, juda ham ko'p yutuqlarni qo'lga kiritgan ekansan. Shu yutuqlar izchil bo'lsin, davomli bo'lsin. Tabriklayman. Ota-onalarni ham tabriklab qo'yasan, bizning nomimizdan tabriklab qo'yasan. Xo'p, Biz juda ham xursand bo'ldik, faxrlandik sening yutug'ing bilan. Sog' salomat bo'lgin, omon bo'lgin. Rahmat. Rahmat. Jadid gazetasi tahririyati O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazgan Jadid bobomga maktub ijodiy insholar tanlovida rag'batlantiruvchi o'rinni qo'lga kiritgani uchun Urunbadalova mashhura Ilhom qizi faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Marhamat. Tabriklayman. Asosiy mukofotimiz bu hozircha kam. Kelasi safar balki 10 million qilib olib kelarmiz. Birinchi o'rin. Agar zo'r bo'lsa, 1000 ta kitobni ham sovg'a qiladigan imkoniyat bo'ladi. Bu shu debochasi bo'lsin. Marhamat. Keyin siz bilasiz, bizda Jadid gazetasini 1 yillik eng sara maqolalarini jamlagan kitobimiz bor. Jadid bobolarimizni o'sha muqaddas shioriga aylangan so'z, tilda, fikrda, ishda birlik deb nomlangan kitob. Buni ham sizga bitta nusxada sovg'a qilamiz va yana bir nusxada maktab kutubxonasiga sovg'a qilamiz. Ustozimiz
Ustoz, marhamat. Xudoga bersin. O'ylaymanki, keyingi inshoot tanlovlarida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, biz xushxabar bilan kelamiz. Tabriklayman, salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Maktab ma'muriyati nomidan. Tabriklaymiz. Shunday, albatta. Hammaga katta rahmat. Qisqacha shulardan iborat edi. Hurmatli yurtboshimiz, bizning taraqqiy topayotgan mamlakatimizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm fanini o'rgangan hamda sharq milliy tarbiyasini o'zida jamlagan yoshlarimiz kerak deb bejizga aytmaganlar. Mana shunday yoshlarimizdan biri O'rinbadalova Mashhura hisoblanadi. Mashhura qizimizga 5-sinfdan buyon ona tili va adabiyot fanidan dars berib kelaman. Qizimiz nafaqat yuqori sinfda, balki boshlang'ich sinfda ham o'zining bilimli, zukko ekanligini namoyon qila olgan. Surxondaryo bo'yicha faqatgina bizning Olis Uzun tumanidagi 56-maktabning o'quvchisi O'rinbadalova Mashhura rag'batlantiruvchi o'ringa munosib ko'rilganligi bu bizning jamoatimizda ishning bo'layotganligi va hammamizning yutug'imiz, faxrimiz hisoblanadi. Barchani, jamoadoshlarimni, qizimiz Mashhurani bu yutuqlari bilan tabriklayman. 11-sinfni a'lo baholar bilan bitirib, grant asosida o'qishga kirishida tilakdoshman. Uning bu darajaga erishishga ustozimizning o'rni beqiyos. Albatta, inshaalloh tanlovda o'rinda olishini ishonardik. Chunki bunda o'zimiz shuncha yildan beri birga o'qib, birga tahsil olib, uning qanaqa ishlar qilganligi va o'ziga yetarlicha sertifikatlarni qo'lga kiritganligi buning yorqin bir misoli desak ham bo'ladi. Men Jadid bobomga maktub tanlovini tashkillashtirilgan O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo ustozimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men bugun Jadid bobomga maktub tanlovida g'olib bo'lganimdan g'oyat faxrlanaman. Jadid bobolarimiz faqatgina tarixiy shaxslar emas, balki butun millatning ma'rifati va taraqqiyoti yo'lidagi bizning yo'lboshchilarimiz hamdir. Ularning yagona orzulari farzandlarini ilmli, ongli, vatanparvar ruhda tarbiyalanishini ko'rish edi. Men ularning orzularini amalga oshirib, ilm olib va vatanimiz ravnaqi uchun xizmat ko'rsatishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Bugungi g'alabamni meni doimo qo'llab-quvvatlab turadigan va menga doimo ishonadigan ota-onam va menga sabr bilan bilim bergan ustozlarimga bag'ishlamoqchiman.